Assalomu alaykum, bizni issiq kanalimiz kuzatuvchilari. Bugungi vizifimiz bo'yicha Airfel kotyolni ko'rgani keldik. Bu yerda qo'lidan ish kelmaydigan chala ustalarning qilib ketgan ishlarini sizlarga ko'rsatib o'tsak. Bu yerda vizivnoy klapan deyiladi, ya'ni zapasnoy klapan kotyolda o'zida ortiqcha bosimni chiqarib yuboradigan klapan bo'ladi. O'sha klapanni o'rniga yangi qo'ymasdan berkitib tashlashib pastdan qo'yishgan. Hop, bu nima oqibatlarga olib kelgan? Bu rashetini balki yonidagi trubkalarda chirishiga va kotyolni ishdan chiqishiga olib keladi. Sababi unaqa qilinmaydi. Bunday tentda ishlash mumkin emas. Xo'p, buning uchun nima qilinadi? Mana qarang, o'zini zavodskiy narsalarni qo'yish kerak bo'lgan. Shuni hisobiga mana polностью vizirnoydan suv chiqmaganligini hisobiga nasosning sanliklaridan, nasosning korpuslarini yonlaridan polностью chiqib, уже nasoslarni ham уже ishdan chiqarish holatigacha olib kelgan. Xo'p, bu yerda teplobmennikni ko'rsak, teplobmennik suv aylanish sistemalariga trubkalarning yonida ham qarang, qani shunaqangi holatlar uchragan. Bunaqangi holatlarda shunaqa muammolar bo'ladigan bo'lsa sizlarda bizda pastki silkamizni yonida o'sha yerda nomer qoldirib ketamiz va bizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Mana qarang, shunaqangi holatlarga kelmaslik uchun o'zini mutaxassisini chaqirtirib, o'zini mutaxassislariga yoki tanish mutaxassislaringizni chaqirtirib qildirgan yaxshiroq, chunki har qanaqangi ishni bilar bilmas odamlar shunaqangi holat keltiradi. Xo'p, mana keyingi holati kotyolimizni bo'lgandan keyingi holati mana. Hozir shu narsalarni sizlarga qo'yib berib ketamiz. Chunki mana qarang, mana shunaqangi kotyolning ichidagi patrubkalar turbalarini nagruska bergan. O'sha patrubkalarni almashtiramiz, yangitdan qo'yamiz. Hamma narsasini daskanal yangitdan qo'yib sizlarga o'sha joyning holatlarini videoga olib qo'yib ko'rsatamiz. Tak, bu yerda yana shunaqangi holat bo'lganki, ventilyatsiya gazning reduktor bo'lmaganligi sababli ventilyatsiya deb nagruska berib, ventilyatsiya ham yaroqsiz holatga kelib qolgan. Bunaqangi holatlar bo'lmasligi uchun reduktor qo'yish kerak. Mana keyingi holati kotyolimizni, patrubkalarni yangiladik, keraklicha narsalarni taxladik. Ishimizga baho berib, like va komment yozib ketsangiz, mana ishimizga baho bersangiz bo'ladi. Shunday telefon nomerlarimizga murojaat qilib, Surxondaryo bo'ylab xizmatlarimiz mavjud. Agarda sizda bironta qiziqtiradigan savollar bo'lsa, kommentariyaga yozsangiz, biz sizlarga javob berishga harakat qilamiz.